Sizdan juda minnatdorman. Endi mashinani yuvish meni zimmamda. Hay. Rumsoq demang. Yaqinda iPhone berdim. Kartangizga pul tashlab turibman. Undan keyin olib bergan telefonimni nega tutmayapsiz? Yoki birorta yoshroqni topib oldingizmi? Xavotir olmang. Men siznikiman. Men sizdagi oltin baliqni hech kimga almashtirmayman. Davron. Voy, Davron? Davron, nega telefonni qaytarib olib keldingiz? Axir bugun uyda bo'lmayman degandim-ku. Davron. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Sen hali urg'och shayton. O'g'limni ham yo'ldan urganmiding? Gapir. Siz hali onamga xiyonat qilib yuruvmidingiz? Onammi? Siz hali oyimni pullaringiz bilan chalg'itib shu megajinga alishtirganmidingiz? Nafratlanaman sizdan. Sen hali meni ham, otamni ham tuzog'ingga ilintirganmiding? To'lqin aka, Nari tur. men hozir hammasini sizga tushuntiraman. Davron o'g'lingiz ekanligini yaqinda o'zi bilib qolgandim. Undan voz kechmoqchi bo'ldim, lekin O'chir ovozingni. eplay olmadim. Sen meni oilamni, otanimni, o'g'limni xarob qilding. Meni kechiring. Ochvar. Bu senga. O'g'lim. Davron.